Assalomu alaykum qizlar, omonmisiz, salomatmisiz? Hozir bir farzandim va maktabdagi bir holat haqida bo'lishmoqchiman. Balki siz uchun bu manfaatli bo'lar, balki siz ham qaror qabul qilmayotgan bo'lsangiz, ehtimol bu sizga bir foydali bo'lar. Xullas bilasiz, o'g'lim, qizim ko'zoynak taqishadi. Shifokor inshaalloh buni vaqtinchalik deb bizga tavsiya qilishgan va avvalo alhamdulillah, Allohga beadad shukr, farzandimning ko'z nuri bor, Allohga shukr. Va qarangki, maktabda bolalar emas, balki kattalar bolamni aynan ko'zoynagiga urg'u berishgan. Kattalar deganim aynan o'sha oshxonada bulочка sotadigan ayol bir necha marotaba o'g'limga botanik keldi. Botanik qalaysan, botanik yaxshimisan, nima olmoqchisan deb murojaat qilgan. O'g'lim bundan xafa bo'ldim. Aytdim, Muhammad Yusuf ertaga borganda assalomu alaykum, men botanik emasman, mening ismim Muhammad Yusuf deb aytgan dedim. Bola baribir kattalarga gapirishga qo'rqqan. Qarangki, kecha Xadichajon ko'zida yosh bilan kelyaptiki, unga kelganida botanikning opasi keldi deb murojaat qilibdi. Ochig'i qizimning ko'z yoshlarini ko'rib ado bo'ldim va tan olaman, jahlim chiqdi. Bir indamadim, ikki indamadim. O'zim unaqa konfliktga boradigan inson emasman yoki farzandlarning o'rtasiga tushadigan inson emasman. O'qituvchi o'zini ishini bajaradi va ishonganim uchun shu maktabga, shu o'qituvchiga qo'yganman deyliga. Lekin bunaqangi insonning shaxsiyatiga o'tgandan keyin baribir ham jahlish chiqar ekan. Xullas, bugun keldim maktabiga va ikkita farzandimni olib oshxonaga borib, haligi ayolga salom berdim. Assalomu alaykum. Men bugun o'z farzandlarimni sizga tanishtirgani keldim. Buning ismi Muhammad Yusuf, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ismlarini qo'yganmiz. Buning ismi Xadicha onamizga havas qilib qo'yganmiz. Bugun ularni yaxshilab tanib oling va boshqa bolalarni ham bundan keyin botanik demang dedim. Va farzandlarimni chiqarib yuborib, men ularni oldida muhokama qilmadim va ikkalamiz gaplashib oldik. Albatta ular hazil qilganini aytdilar-ku, lekin hazilning ham chegarasi bor, nima deysiz? Siz nima qilgan bo'lardingiz bu vaziyatda?